Narxi juda ham arzon. Qiladigan ishiga nisbatan ancha arzon narxda beramiz. E'tibor bering. Bitta mana shu komplektatsiyadan xarid qilasiz, uyingizda, bog'ingizda yer haydash, kultivatsiya qilish, chizillash, agat olish, pluglash, undan tashqari aravada yuk tortish, aravada suv toshish, aravada dori sechish. Hozir aytgan hamma ishimni mana shu komplektatsiyani o'zi bemalol qilib beradi. Bu komplektdan bitta olasiz va boshqa texnika sizga umuman kerak bo'lmaydi. Xo'p, bobo akalarimiz sizlar uchun juda ham yaxshi tanlov. Hozir bu komplektimizni to'liq ma'lumotini narx-navosigacha tanishtirib o'taman va kimga shu komplekt qiziq bo'lsa, 5 ta dona mana shunaqa komplektimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Videoga bitta like tugmasini hoziroq bosib qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa kelganingizda shu komplektatsiyaning narxini tushirib arzonroq qilib beraman. Xo'p, ma'lumotni berishni boshladim. Narxini arzon qilib turib, prostoy motobloglar yoki prostoy texnikalarni qo'ymaganmiz. E'tibor bersanglar, motoblogimiz original Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mana shu turdagi yer haydaydigan motobloglarning ichida eng baquvvati, eng sifatlisi hamda eng yaxshisi hisoblanadi. Buni ko'pchilik biladi Texa motoblogini. Xo'p, bu motoblogimizda motorlari 170F motor 7 ot kuchli model hisoblanadi. O'zi 7 ot kuchli bo'lgan bilan o'zidan katta 9 ot kuchli motoblog bilan bemalol bir xilda ishlab bera oladi. Chunki motoblog 7 ot kuchli bo'lgan bilan korobka katta 350 talik korobka qo'yilgan. Shuni hisobiga o'zidan katta motobloglardaqa baquvvat, quvvatli ishlaydi. Shuni hisobiga Texa motoblogi kuchliroq hisoblanadi akalar. Xo'p, yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodni olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Komplektida oldida mana shunaqa frezalari bo'ladi. Balonini o'rniga qo'yib, bemalol yer haydab, frezani o'zida kultivatsiya qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Balonlari aravaga moslab kattaroq balon qo'yilgan, 410 yaxshi yumshoq balon qo'yilgan. Orqa tomonida qishloq xo'jaligi vom joylashgan. Bunga suv nasos, karser apparatlari hamda kichikgina o'tiradigan rotorli kasilkalar ulab ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, teva tomonida skorisi oldiga 1, orqaga 2 skorislari bor. Orqaga bittadan zatning xotigacha qo'yilgan bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, aravaga nima uchun tormoz qo'yilmagan ukam deganlarga, akalar, motoblogimiz o'ziga zavodskoy tormoz qo'ydirib olib kelganmiz. Aravaning tormozi umuman kerak emas. Motoblogning o'zini tormozi mashinaning tormozidan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Kelsanglar ishlatib ko'rsatib ham beramiz. Xo'p, orqasidagi komplektimiz bu 1 tonnali arava hisoblanadi. O'zi 500 kilogacha yuk yuklab, qiynamasdan toshib yursangiz bo'ladi. Polnisti hamma yo'q konteyner listdan ishlangan, o'tiradigan joyi taxtadan, oyoq qo'yadigan joyi ham taxtadan bo'ladi. Dishlalari aylanadigan dishlardan qo'yilgan bo'ladi. Balonlari Damas balon, ramalari o'sha usulinli qilingan qalin ramalardan hisoblanadi. Xo'p, ichkari tomonida 350 tali bochka qo'yilgan. Bu bochkamiz doriga zapas qilish uchun dorini shu ichiga quysiz, orqasidagi karter sistemasi dorini tortib, ekinlaringizga dorilar beradi. Xohlasangiz bochkani o'zida suv toshib foydalansangiz ham bo'ladi. Shu tomoniga ham qulay. Xo'p, karter sistemamizning ishlash prinsipi, bunga ham o'sha motoblogimizdagidaqa motor qo'yilgan, benzinlik. Bu ham yurishi zavodning orqali. Eng qizig'i, bu ham o'sha original Texa germanskiy motordan qo'yilgan hisoblanadi. Karterimiz ham xuddi shu Texa germanskiy karter qo'yilgan, katta pompaligidan qo'yilgan. Motorni yurg'izganingizdan keyin через remen orqali karterga harakat beradi va karter ishga tushgandan keyin bochkani tag tomonidan suvni o'zi karter avtomatik tortadi. Buni o'zining ichida 30 metr shlanka beramiz bitta pistolet bilan. Bemalol shu pistolet 30 metr shlanka yordamida dorini sechib ketaverasiz ekinlaringizga. Bir kishi oldida minib ketsa bo'ladi. Ortgan dorini obratniy tevaga qaytarib berish nimasi ham texnikamiz ham bor akalar. Xo'p, undan tashqari ikkita 30 metrlik shlanka, orqada ikkita odam 30 metrdan shlankada bemalol dori ham sechib ketsa bo'ladi, oldida bir kishi minib ketsa bo'ladi. Xullas akalar, bu komplektatsiya aytib o'tganimdek yer haydash, kultivatsiya qilish, chizillash, agat olish, pluglash, aravada yuk tortish, dori sechish, suv toshish ishlaringizni qilib beradi.
Motoblok, freza, arava, bochka, karcher 30 metr, undan tashqari shlanka, bitta pistoletlari bilan hamma aytib o'tgan narsamni atiga $900 baho aytyapmiz. Kimga mana shu komplektatsiya qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqib sotib olishinglar mumkin bo'ladi. Atiga 5 ta dona komplektatsiya mana shu narxda. Narxini tushirib olib, arzonroq olaman deganlar videoga like bosib, kommentga omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, kelganingizda narxini skidka narxlarda qilib tushirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.